Do'stlar, hammaga xayrli kun. Bugun 14-may. Vaqt shomga qarab ketyapti. 6:30-7 bo'lyapti vaqt. Novoslar yemlarini berdik. Hozir suv berildi, bir papirdan suv ichishdi. Novoslar holatlari. Oxirdagi yemlar turibdi. Yeb bo'lishdi. Endi bu yog'i ertalabgacha turadigan yemlari. Ideal ko'rim yemlariga to'xtalsak, ideal ko'rim yemlari bitta yarim qop, qiymatli bir qop to'la turibdi. Bularga bir mahalliy samonlarni chiqarib solib qo'ygan. Bu bir mahalga ketadi 6 kilo, bu ham bir mahalga 6 kilo, bu ham bir mahalga 6 kilo. Endi samonning holatini ko'ringlar. Samonning holati 1 santimetrdan 3 santimetrgacha bo'lgan oralarda chiqarilgan. O'zimizni drabilkada chiqarilgan. Mana shu bir mahalliy ozuqasi, ikkalasi bir kunlik 3 ta novosga. Ya'ni 12 kilo somon 1 kunligi. Novoslarda holatlari zo'r ketyapti, xudo xolasa, lekin yem oz qolyapti, yana yem olib kelish kerak. Bu yem bir hafta atrofiga yetadi xolos. Qizil. Hozir shilan kulyapman. Bilsalar, menda Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanlari bor. O'shalarga suv quygan. Mana shu yer bu Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanlari. Bu nariga ora dedi, hozir yana ko'paygan. Где-то 70-80 kvadratga chiqib ketdi. Xaridorlarga sotyapmiz, biyagumuslarni ham yetkazib beryapmiz. To'lan ko'rsalaring bularni. Go'ngi sirazi ustiga ketyapti, bir burchakdan dabakka qilib tashlab ketilyapti cho'lchanlarga. Hozir ko'rishlaring mumkin. O'sha novoslar to'ydi, qornilari chiqdi. O'shuning uchun yemdan ko'ngli to'q yonida turibdi ozuqalari. Yarim soat oldin berganman. O'zi o'shanda ham oldida ozuqasi turadi. Uchovinikini to'plasa 1 jon bo'ladigan ozuqa bor. 7 kilo yaqin ozuqa bor edi. Ularni ustiga ideal ko'rimdan qo'shib berdim va yevorishgandan keyin yangisini tayyorlab tashladim, do'stlar. Tayyorlanish tartibini ham bir video qilaman. Hozir mash jonga 200 litrli bochka yarimi. Shunga o'sha ko'rsatgan bir qopni tashlanadi. Yarim soat, 1 soat yuyidi. Keyin tayyorlab beriladi. Yemlarning miqdorini bilasizlar. 6,5 kilodan har biriga kunlik. Deydi do'stlar. Novoslar holati shu 14-may holatiga. Do'stlar, sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar. Quvvali bola kanaldan uzoqlashmanglar.